O'tgan videolarimizda ko'pchilik negativ yozgan, qo'l narsani chiqarmaydi yoki beta pressda qo'lini chiqarib bering deb yozgan. Mana shu drabirkamizda qo'l beta pressda chiqarib beramiz, keyin somon chiqarib beramiz. Kommentariy show uchun qo'yilgan ajoyib drabirkasini yutib olishga muvaffaq bo'ldik. Buning sharti ko'p layk yiqqan insonga berilishi kerak edi va mana omadni qarangki, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidan o'yinda ishtirok etib, Qizilqala olib qolgan. 75 ta layk yig'ib mana shu ajoyib va g'aroyib desak ham bo'ladi, Tayfun drabirkasini yutib olishga muvaffaq bo'ldi. Mana hurmatli do'stlar, somon beda press aralash. Ya'ni somonimiz quruq holatda, bedani qo'l bedani chiqarib bergan. Yangi qurigan beda emas, qo'l holatda turibdi. O'sha kommentariyada yozgan akalarimiz ko'rib qo'ysin. Yana kommentariyada yozib ketinglar. Mana shu drabirkamizda chorva uchun kerakli hashaydon qaysi turini chiqarib beraylik. Keyingi videolarimizda kommentariyaga qarab chiqarib beramiz. O'zimizda bu quruq somon. Buni nimaligini ko'pchilik balki bilar, balki bilmas. Xo'p, buni to'liq video obzorini video davomida ko'rsatamiz. Ungacha kommentariyada yozib qo'yasizlar, buni nimaligini yozib qo'yasizlar bilgan odamlar. Chorva mollariga qanday qilib to'g'ri yem tayyorlash haqida oldingi videolarimizdan video tayyorlaganmiz. Masalan, oddiy maydalanmagan har qanday hashay turini mollarga bersanglar, mollar atxot qilib, mushuq qilib chiqarib yuboradi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga qanday qilib chorva mollariga to'g'ri yem tayyorlash va Tayfun drabirkalarini ishlashni ko'rsatib beramiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosishni esdan chiqmasin. Kommentariyada savolingiz, taklifinglar bo'lsa bemalol yozib qoldiraverasizlar. Bo'lmasam sizlarni uzoq kuttirmagan holatda videolarimizni boshladik. Birinchi navbatda mana shu narsamizni ko'rsating. Buni nimaligini ko'pchilik balki bilar, balki bilmas. Hop, buni to'liq video obzorini video davomida ko'rsatamiz. Ungacha kommentariyada yozib qo'yasizlar, buni nimaligini yozib qo'yasizlar bilgan odamlar. Xo'p, drabirkamizni chiqarishdan oldin ma'lumot to'g'ri bitta narsani aytib o'tib ketamiz. Chorva mollariga qanday qilib to'g'ri yem tayyorlash haqida oldingi videolarimizdan video tayyorlaganmiz. Masalan, oddiy maydalanmagan har qanday hashay turini mollarga bersanglar, mollar atxot qilib, mushuq qilib chiqarib yuboradi. Taylarda qolib ketadi. Masalan, bitta butun pressda bersanglar, 70-60% ni yesa ham 30-40% mushuqga chiqib ketadi atxotga. Mana shu drabirkadan bitta sotib olib, maydalangan holatda bersanglar, xudo xolasa mushuq chiqarmaydi. Ya'ni bitta somon pressda, ya'ni 99% molinglar hammasini yeb bitiradi. Nushxutlar chiqmaydi. Mana shu drabirkamizda hozir o'tgan videolarimizda ko'pchilik negativ yozgan, qo'l narsani chiqarmaydi yoki beta pressda qo'lini chiqarib bering deb yozgan. Mana shu drabirkamizda qo'l beta pressda chiqarib beramiz, keyin somon chiqarib beramiz. Kamerani yaqinroq olib kelsangiz ko'rsatib beraylik. Mana qo'l beta press. Akalar mana shuni chiqarib ko'rsatib beramiz. Bo'lmasam yo'qdi. Qani bismillah. Qo'l beda pressda mana shunday holatda chiqarib olaveradi. Endi somon chiqarib beramiz akalar, somon. O'zimizda bu quruq somon.
Sizlarni ham ko'rsatib qo'ying. Kameraga yaqinroq olib kelsangiz. Mana hurmatli do'stlar, somon, beda press aralash. Ya'ni somonimiz quruq holatda, bedani ho'l bedani chiqarib bergan. Yangi bu qurigan beda emas, ho'l holatda turibdi. O'sha kommentariyada yozgan akalarimiz ko'rib qo'ysin. Yana kommentariyada yozib ketinglar. Mana shu drabirkamizda chorva uchun kerakli hashaydon qaysi turini chiqarib beraylik. Keyingi videolarimizda kommentariyaga qarab chiqarib beramiz. Xo'p, endi drabirkamiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, bizda drabirkalar ikki xil ko'rinishda bo'ladi. To'rt burchak, mana orqada drabirkamizni ko'rsatsangiz, yumaloq ko'rinishda bo'ladi mana shunaqa holatda mana. Xo'p, bu haqida ma'lumot bersa, yonboshlatib chiqarsa ham bo'ladi. Undan tashqari g'ildiragi bo'ladi, bemalol ertalab chiqarsalar ham bo'ladi. Endi bu to'rt burchak drabirkamiz bo'lsa, xohlasanglar bunga ham g'ildirak qo'yib beraveramiz. Mana bu yoqda ko'rsatsangiz, g'ildirakli holat turibdi. Buni ham bemalol yonboshlatib ertalab yursa ham bo'ladi. Mana shunaqa holatda, mana shunaqa holatda. Bemalol chiqarsa bo'ladi. Xo'p, endi bularda narxlari keladigan bo'lsa, ko'rinishi bir xil hammasiniki. Masalan, korpuslari, pichoqlari 21 tadan segmentali pichoq ishlatamiz. Mahallari ham bir xil bo'ladi. Narxi motorga qarab farq qiladi. Dastavkasini O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz akalar. Pastda raqamlar qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Narxi 3,5 kilovatligini narxi shu yerdan olib ketsanglar 2.400.000 so'm. Dastavkasini kelishgan holatda O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. Olasizlar to'rt burchak, olasizlar yumaloq varianti. Endi 3 kilovatli alyumin motori bor. 3 kilovatli adashib ketdim. 4 kilovatli alyuminli motor bilan jihozlangan drabirkamiz shu yerdan olib ketsanglar narxi 2.800.000 so'm. Dastavkasini O'zbekiston bo'yicha kelishgan holatda qilib beramiz. Xo'p, endi misli motorimiz, o'sha Ariol original misli motorimiz 4 kilovat 3000 оборотda ishlaydi. Buni narxi 3.300.000 so'm. Mana shu yerdan olib ketsanglar, dastavkasi O'zbekiston bo'yicha kelishgan holatda qilib beramiz akalar. Xo'p, undan tashqari yana bitta taklifimiz bor. Olib sotadigan bir biznesmen, tadbirkor akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa, masalan 10 ta yoki 5 tadan ko'p olsalaring, buni narxini ancha arzon qilib beramiz. Ya'ni bizdan olib turib sotadigan akalarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ulgurji narxlarda qilib beramiz, xudo xolasa. Bu narxlarda biz bundan ham arzon qilib beraveramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, endi bu narsa haqida ma'lumot beraylik. Videoda boshida aytib o'tib ketdik. Xo'p, bu aka mana ko'rsatsangiz, ko'rinishi pechkaga o'xshaydi o'zi. Lekin ichida garelkasi bor, o'choq. Bu yerga qozon tushadi. Bu yerdan masalan qozonni tutuni karnaga qo'yib turib, xohlagan joyga chiqarib olsa bo'ladi. Xo'p, bunimiz garelka hisoblanadi aka mana. Buni ichiga mana tiqib qo'yganmiz. Mana oddiy garelka. Xo'p, bu garelkamizni ham ko'rsatsangiz, ikki xil garelkamiz bor mana. Bu o'sha standartning aylanasini ko'pchilik so'rayapti. 42 sm chiqadi aylanasi. Bu o'sha qalin toruzli, ya'ni 8 tenkada chiqadigan listdan, qalin trubadan qilinadi bu. Buni narxi shu yerdan olib kelsanglar 1 million so'm, dastavkasini kelishgan holatda qilib beramiz akalar, O'zbekiston bo'yicha. Buni ham narxi shunaqa, 1 million so'm dastavkasi. Endi buni komplekt aytsam, xo'p, 1.400.000 so'mga chiqadi shu yerdan, shu o'chog'i bilan komplekt. Motorchigi ham bo'ladi. Motorchini ham ko'rsatib bering, ko'rsatmabmiz. Mana shunaqa motorchigi bo'ladi. Original motorchigi, ya'ni 1 dan 4 gacha bo'lgan skorusi bo'ladi. Bemalol past-baland qilib ishlataverasizlar. Akalar, yoqishini buni avvalgi videolarimizda ko'rsatib o'tganmiz. Bu garelkani mana shu bo'yiga bemalol yoqaveradi. Bu yerda atala qozonlarimiz ham bor. Ularni ham hozir video davomida ko'rsatamiz. Shu atala qozonlarda 300-350 litrini 1,5 soat, 1 soat atrofida qaynatib beradi. Endi bunga ko'pchilik qiziqyapti. Zakaz asosida qilib beryapmiz. Narxi 1.400.000 so'm. Dastavkasini kelishgan holatda O'zbekiston bo'yicha qilib beraveramiz. Ya'ni bu yerga qozon tushadi. O'tin, gaz yoqib o'tirmaysizlar. Masalan, gaz yetib bormagan joylarga o'tin yoqib qiynalayotgan, masalan, opa-singillarimizga xudo xolasa yengillik bo'lishi uchun mana shunaqa garelkani qo'yamiz bu yerga. Bu yerga motorchini qo'yib, bemalol ovqatlaringni pishirsalaring bo'ladi. Ya'ni arzon variant. Xokada bemalol pishiraverasizlar. Mana bu yerda qopqog'ini yopib qo'yasalaring. Hech qanday tutunlari, boshqasi chiqmaydi. Bu yerdan kannayni qo'yib chiqarib yuborasizlar.
Shu narxini yana bir qator aytib o'tamiz. 1.400.000 so'm ikkalasi garelka bilan o'choqniki. Dastavkasini O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz. Endi sepkalarimiz haqida gapirsak, drabilkamiz 3 xil sepkasi bo'ladi. Somonga, hashakka har qanday turini maydalab chiqarib beradi. Xo'p, bu donlarda yorma emas, un kepak holatda chiqarib berar ekan bunisi. Bunisi yorma holatda chiqarib beradi. Makka, bug'doy, arpa disini hammasini chiqarib beradi. Keyin akalar, o'tgan videomizda aytganmiz, konkurs e'lon qilganmiz, bilasizlar, ya'ni kanalimiz 1000 tadan o'tganda bitta obunachimizga drabilka sovg'a qilamiz degandik. Qoraqalpog'istonlik obunachimiz g'olib bo'lgan. Video davomida ko'rsalarni, ana shu Qoraqalpog'istonlik akamizga drabilkani topshirgan videomizni qo'yamiz. Marhamat qilib ko'rsalaring bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishtirokchilari. Mana Tayfun jamoasining kommentariy show uchun qo'yilgan ajoyib drabilkasini yutib olishga muvaffaq bo'ldik. Buning sharti ko'p like yiqqan insonga berilishi kerak edi va mana omadni qarangki, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidan ana shu o'yinda ishtirok etib, Qizilqala ovul fuqarolar yig'inidan 75 ta like yig'ib, mana shu ajoyib va g'aroyib desak ham bo'ladi, Tayfun drabilkasini yutib olishga muvaffaq bo'ldik. Tayfun jamoasiga mana shunday yutuqli o'yinlarda ko'proq qilishni xohlab qolamiz va jamoaga eng oliy tilaklarimizni bildirgan holda sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Qarang, bu ajoyibligini qarang, mana bu sepkalarni qarang. Xohlagan razmeringizda mana. Buni ishlatib ko'rdik, juda ajoyib va g'aroyib. Xohlasangiz mana bunaqa tarzda chiqarish mumkin ekan. Mana ayollarimiz ham, yosh bolalar ham ishlab ketaverar ekan. Mana xohlasangiz mana bunaqa. Buni ko'tarib yurish shart emas, mana ikki yoqdan ushlab haydasangiz ketaverar ekan. Hammaga mana shunday oliy yutuqlar nasib etishini tilab qolaman. Ajoyib. Bizda bulardan tashqari atala g'ozonlar ham mavjud. Yaqinroq olib kelsangiz kamerani. Xo'p, do'stlar, atala qozonlarimiz 200 litrdan 1 tonna, 2 tonnagacha zakaz asosida qilib beraveramiz. Hozir bu ko'rib turgan atala qozonlaring 280 litr chiqadi bu. O'chag'i bilan komplekt bo'ladi. Ko'pchilik tushunmayapti. Bu qozonni o'zini, o'chag'imi bu deyapti. Bunisi 350 litr. Bunisi 280 litr. Bu qozoni, bitta suv qaynatasimi, atala qaynatasimi? Xo'p, bu o'chag'i bo'ladi. Masalan, garelkani tiqib qo'yib 1 soat, 1,5 soatda qaynatib beraveradi. Atala deysizmi, suv deysizmi, xohlasanglar o'tin yoqsalar ham bo'ladi. O'tindan ko'ra biz garelkani tavsiya qilamiz. 20 kilo, 25 kilo atrofida hoka rasxod qiladi, 1 soat, 1,5 soat qaynatib beradi. Narxlari keladigan bo'lsa, 280 litrimiz shu yerdan chiqadigan narxi 900.000 so'm, dastavkasi kelishgan holatda. 350 litrligi qozonimizning narxi 1.100.000 so'm, dastavkasi kelishgan holatda. Endi 600 litr garelkamiz narxi 1.600.000 so'm dastavkasi bilan bo'ladi. Shunaqa yumalaq holatda 800 litrli atala qozon qilib beramiz. Narxi 1.900.000 so'm. Dastavkasi bilan O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Xohlasanglar, avvalgi variantni ham qilib beramiz. Avvalgi videolar qo'yganmiz. Undan tashqari to'rtburchak o'chaqsiz holatda ham qilib beraveramiz akalar. Pastdagi raqamlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkalarimizni O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Xohlasanglar atala qozon, xohlasanglar garelka, xohlasanglar drabilkalar. Xohlasanglar mana shunaqa o'choq bilan garelkani komplekt qilib beramiz. Keyin akalar, kanalimizdan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa yaqin kunlarda bitta zo'r yangiligimiz bor. Mana shu drabilkamizni boshqacha bir uslubini chiqaryapmiz. Kanalimizdan uzoqlashmagan holatda kuzatib borsanglar, xudo xolasa videolarni qilib ko'rsatib boramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, mana shunaqa like tugmasini bosib, kommentariyada keyingi safar qaysi hashayni yoki donni chiqarib ko'rsatib berishimizni yozib kelsalar ham o'shani chiqarib beramiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.